Hurmatli yurtdoshlar, mana ishonch hosil qilish uchun mana shu hozir bugun boya soat 6:30 da reklama tashlagan akamizni bileti mana shu. Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi bo'yicha 27 mingdan tashladi. Mana buni ushlanglar. Endi ko'plar ishonmaydi, aldab nima qilasanmi, reklama qo'yasanmi deydi. Xo'sh, mana bu yerda mana Assalomu alaykum. Bugungi Termizni bron qiling deb sirazi aytgan. Mana bu yerda boshqa chisllarga Toshkentda so'ragan, keyin mana bu yerda pasportini tashladi, 27 ming pul deb o'tkazdi mana. Xudo xolasa chiroyli qilib, joyini qilib, biletini qilib o'tkazib yuboramiz. O'shaning uchun Telegramga har doim aytaman, obuna bo'lib qo'yinglar deb mana bugungi chiroyli qilib ketyapti. Aka, hammasi cho'tkimi? Assalomu alaykum. Shunday hammasi cho'tki, Surxon aviasurxonga obuna bo'lingizlar, qarab turingizlar. Mana shunday top bilib chiqsa ketasizlar. Bo'ldi, gap yo'q aka. Sog' bo'ling, yaxshi.